Assalomu alaykum, sizlar bilan yana Anonim Fox. Bugun ham sizlar bilan bloknotda yangicha virus yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun tekstli dokument hosil qilamiz va endi bu vatnigimizda virusimiz nima qilaveradi bizga? Bu virusimiz kompyuterni qotirib qo'yadigan virus hisoblanadi. Buning uchun siklni kiritamiz. X enter ms start ms paint va enter go to x. Сохранить как все файлы, сохранить. Kompyuter juda ham qotirib qo'yadi. Bu kompyuter virusimiz paintni tinimsiz ishga tushiradi. Virus hisoblanadi. Vaqtida o'chirmasangiz kompyuteringiz juda ham qotib ishlashingizga ancha og'irlik tug'dirishi mumkin. Kompyuterimiz qotdi ancha-muncha. Bu yaratgan viruslaringizga qarshi hech qanaqangi antivirus yordam bermaydi. Даже bu o'zingiz ham o'chira olasiz bemalol, ammo ko'rish qiyin bo'ladi. Bu dastur kompyuterimiz qotdi уже. Maslahatim bu virusni ham o'zingizda sinamagingiz ma'qul. Okay, закрыть. Okay. Закрыть sekna. Закрыть программу. Okay. Смена. Закрыть окно. Keyingi darslarimizda uchrashguncha xayr. Bu darslarimiz boshlang'ichlar uchun darsligimiz yoqqan bo'lsa like ni bosishni unutmang. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr.